ko'r tilanchi bor ekan, har kun tilanar ekanu, boyagi o'zidan qizg'ongani uchun olgan narsasi tomog'idan o'tmas ekanda. Odamlar unga pul berdi-ku, u pul uniki bo'ldi-ku. O'sha uniki bo'lgan narsaniga bir narsa sotib olib yeya olmas ekanda, darrov tiqilib qolar ekan. O'zidan ham qizg'onadi-da. Lekin boshqalar yemak olib bersa yeyaveradi. O'ziga olib yeya olmaydi ekan. Bir kuni bir odam kuzatibdi. Bu tilanchilik qiladi, buncha pulni, lekin hech o'zi ovqat yemaydi, taom olib yemaydi. Bu pulni nima qiladi u? Bir tilanchi bo'lsa, hamda ko'zi ko'r bo'lsa, nima qilarkin deb qiziqib orqasidan tushsa, boyagi odam qabristonga kirganini ko'ribdi. Bir qabrni ichiga kirib, u yerda bir qutini ichiga ularni qo'yib ketibdi. Ertasi kun bu odam kelibdi, "Men bilan bu bir hazillashay" debdi. U boyagi tilanchilik qilgani ketganda boyagi qutini borib olibdi. Ichi to'la pullar ekan endi. U qachondan beri yig'ib yotgan bo'lsa, yeya olmaydi-da. Endi tilanchi kelib qarasa quti yo'q, baqir-chaqirni boshlabdi. Hamma yig'ilganda aytibdi, "Bu yerda meni tilanib topgan pullarimni yig'ayotgandim, ular yo'q" debdi. Endi boyagi olgan odam ham ketib yuborgan. Endi ertasi kun kelibdi, "Men buni o'zini puliga o'zi nima olib beray" debdi. Taomlarimiz birga deb bir joyga o'tirishib, taomlarni qo'yib, boyagi taomni shuni og'ziga solganda pulimni ber degan ekan. "Voy, qanaqasiga men seni pulingni olaman? Qayerdan bilding buni?" desa, "Men faqat o'zim pulimga narsa yesam tomog'imga tiqiladi, hozir tiqildi" degan ekan. Sen meni pulimni olgan ekan.